أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bugünkü dersimiz yeni şu izafetinin devamı. Ve in yuşabihil mudafu yeb'alu vesben ke an tenkirihi la yu'zalu kerub racina azimil ameli murav'al kalbi kalilil hiyali ve zil idafetu ismuha lefziye ve tilke mahdatun ve ma'neviye. Şimdi izafet ikiye bölünüyor. İzafet ma'nevi ve izafet lebzevi de ikiye bölünüyor. Şimdi izafet ma'neviden boğan murad çokum muzab ya muzab ya arqılık ma'rifilik irişiş ya ki muzab ile arqılık haslaşıştan ibaret oldu. Şimdi ma'rifileşiş bilen ta'rif bilen taksisning farqi nima deganda ta'rif ini ma'rifileşish u şu muarraf ma'riflashgan ismdagi mubahimlikning yo'qolishi bo'lsa muhassas xaslangan ismda xaslangandan keyin uningdagi har xil ehtimollik bo'lgan ishtirokning azaytilishini biz taksis deb qaraymiz. Endi mana buningda mushu izafetin ma'naviyning murodi bo'ldi. Endi izafetil labzaviy deganda qanday bo'ladi deganda muzab agar sifat bo'lgan holatda yaf'aluga o'xshasa u muzabning nakiriligi yo'qolmaydi dedi. İzafeti labzivide muzab muzabille aralık ma'rifiga erişmeydi demekçi. Hem bu cümleden ve in yuşabihil mudafu yef'alu vesfen kan tenkiri la yu'zalu din boğan maksat izafeti labzavi maksat. İzafeti labzavi degen nimitte izafeti labzavi degende muzab çokum sıfat boğan halette pil muzarıga o'xshasa bo'ladi. Yani yef'aluga o'xshasa degan gap pil muzariga o'xshasa nimada? Amalda ve hozirgi zaman ya kelgusi zamonga dalolat qilishda pil muzariga o'xshagan ism mushtaq bu mana shu yef'aluga o'xshagan deymiz. Mana mushu muzab bilib kelsa, mushu ism muzab bilib kelsa, bunu izafet-i labzavi deymiz. İzafet-i labzavi degan yine sıfat karakterlik izafet degan bo'ldi. İzafet-i labzavida muzab ya ismul fa'ildan keladi, ya ismul maf'uldan keladi, ya sıfat-i mushabba yoki sigatil mubalaghadan keladi. Buni bu sıfat bo'lgan holatda deganimiz, yine shibipni maqsad qilingan yaf'aluga o'xshagan deganimiz u yoki hozirgi zamonga dalolat qilish kerak, yoki kelgusi zamonga dalolat qilish kerak ve xuddi pil muzari amal qilgandek omillik roli bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda mana bu izofati labzaviy hosil bo'ladi. Ama undaq bo'lmagani izofati ma'naviy bo'ladi. Izofati ma'naviyda muzab odatda sifatdan kelmaydi. Yuqorida izofati labzaviy degan sifatdan kelmaydi. Endi ve in yuşabihil mudafu yef'alu vesfa degan izafetil labzaviyning ta'rifati. Ve an tenkiru la yu'zalu degan gap shu izafetil labzaviy arda muzabillay arqaliq ma'rifiga erishmaydi. Qanday bo'ladi desangiz, agar muzabni ma'rifiga erishtirmoqchi bo'lsak, cho'qim uning iliblarni kirgizish orqali bo'ladi. Masalan, Ca'tu şa'ri desek gidetçaş çeçik gider degan bo'ldi. Gidetçaş degan ca'du muzab, eş-şa'ri muzafillay degan bo'ldi. Mishada ca'du muzab, eş-şa'ri muzafillay bo'lgan bo'lsa çetik gidetçaş degan bo'ldi. Bu ca'du eş-şa'ri orqali ma'rifiga erishmaydi.
Yani haza raculun ca'du şa'ri desek ca'du şa'ri raculun süptü olaydı. Bu raculun nekir tutsa ca'du şa'ri ma'rif olaptı digil olmaydı. Nemişqa bir yerdeki ca'du şu raculun süpti nekir dep qarladı. Çünkü eşşa'ri degan ma'rifsi muzabbalaş arqılıq ma'riflikka erişemeydi. Çünkü bu izafeti lafzi. Andara izafeti ama ma'navi bo'lgan bo'lsa undaq bo'lmaydi. Ana o'zi qanday qilamiz bayaq misolni haza rajulun ja'du sha'ridiki endi haza ar-rajulu deb kelsa qanday qilamiz yoki ja'a ar-rajulu ja'du sha'ri deb kelmaydi. Bu chog'da qanday qilamiz ja'a ar-rajulu al-ja'du ash-sha'ri dişimiz gerek. Çünkü ja'duni rajulning sübti qilish uchun cho'qim ja'duga iliblam kirish kerak. Şuna ve an tenkiri la yu'zalu din bo'lgan murad izaf labzavida muzaflar qilib ma'riflashmaydi yoki xaslashmaydi. Bu izafat ma'navining ishi. Masalan, bunun misali karubbir rajina azimil amali muravva'il qalbi qalilil hiyali degan misolga o'xshash. Bizning rubbir rajina bizni naib qisman bir umid qilg'uvchilar borki, umidini aytdi katta, arzu qiluvchilar borki, umidi katta, qalbi naiti qo'rqitilgan, yine taqvo chor tadbirlar az bo'lgan bizning naib qisman bizni bir umid qilg'uvchilar bor. Rubbir rajina raci mişede hem de rubbi racideki raci muzaf na degan zemir mutakellim muzafın ilay mişede raci na degan zemir mutakellimge muzaf işaretlik ma'rifiga o'zgardi mi o'zgarmadi mi degan bir savol chiqdi. Odatda zemir mutakellim degan ma'rifiga muzaf bo'lgan ismi ma'rifiga o'zgardi deb kelgan edik biz. Anda bo'lsa rubbi rajinadagi raji na degan zemir mutakellimga muzaf bir ishora qilib kishilik kalmashqa ma'rifiga o'zgarmagan. Dalilimiz nima desa, ma'rifiga o'zgarmaganlikning dalil nima desa, chunki rubba degan bu harfi jar shibhi zaid buning majruri chuqum nakri ism bo'ladi. Shunlashqa biz buning ismi nakr raji meyadi biz bunu nakra deb qaraymiz. Çünkü rubbinin majruri cho'qim rubbaning zir o'qilg'uchisi davomli nakr ism bo'lib ketdi. Mishada raji rubbinin zir o'qilg'uchi bo'lib kelgan ismi bo'lg'achqa buni nakr deymiz. Shunga naq muzaf bo'lashliq ma'rifiga o'zgarmagan deymiz. Anda bo'lsa azimil amali azim muzaf al-amal degan ma'rifasi muzaf bo'lib azimil amali rajinin sifati bo'ladi. Azimil amalga azim muzaf al-amalga ma'rifasi muzaf bo'lsa bu izafat lafzi bo'lg'achqa ma'rifiga o'zgarmagan. Azimil amalga azimning ma'rifiga bo'lmaganlikning, aniqlashmaganlikning fakti nima desa rajining sifati bo'lganligi. Biz bayan rajining nakir ekanligini isbotladik. Anda bo'lsa azim rajining sifati bo'lganligi azimning nakir ekanligiga dalolat qildi. Sifat mavzuqi ma'rifi nakirlikdan erishgan bo'lg'achqa. Muravva'al qalbi rajining ikkinchi sifati, qalilil hiyali rajining uchinchi sifati. Masalan raji na ism fa'ilga bo'lgan misol, azimil amal sifati mushabbaga bo'lgan misol, muravva'al qalbi ism maf'ulga bo'lgan misol, qalilil hiyali bu endi qalilil hiyalini bunun sifati mushabbaga bo'lgan misol desak bo'ladi. Endi azimil amalni ani sigatil mubalagha desak bo'ladi. Hanimidir müşerik azimil amali muravva'al qalbi qalilil hiyali hammasi ma'rifiga muzaf bo'lib turib nakira çünkü bunu nakiraning sifati bo'lganligi uchun rajinalik raji nakira çünkü bu rubbaning ziroqlig'uchisi bo'lganligi uchun shunga bu izofati lafzi deymiz. Mana bu izofat shaklini sharqliq
ma'rifiga muzab bo'lish orqaliqmi yana ma'rifiligi nakirlikka yo'qolmagan, ya'ni ma'rifilikka erishmagan. Buni biz izofati labzi deymiz. İzafat labzida muzab chuqum sifat bo'lgan holati yaf'alu o'xshasin degan. Misal raji degan muzab fil muzariga o'xshaydi. Amalda va sifat bo'lgan holatda. Misal bu raji ism fa'il. Endi yaf'aluga deymiz umid qiluvchi degandan şu fil muzariga hazırki zamanda, yakılgı zamanda zaman cihati fil muzariga o'xshaydi ve amaldimu rubbi rajina. O bizni nima qiluvchi, umidi katta, chor tadbiri nayt az bo'lgan bizni ba'zi bir umid qiluvchilar bor degan bo'ldi. Raji muzab na degan meni maf'ulun bi muzab bilan yo'lab kelgan deb qaraymiz. Vazil izafatu ismuha labziya. Mushghil izafatning ismi labzi deb ataladi. Bu xil izafatni izafati labziya deb ataymiz. Chunki bu sifat xarakterlik izafat deb atab qo'yamiz. Izafat nima qilib labzi deb ataydi desa, faqat bu izafatdan bo'lgan maqsad labzi yengillik maqsad qilingan. Buningdan maqsad hargizmi ma'riflashtirish, muzatni yoki xoslashtirish maqsad qilinmagan bo'lg'achqa, shunga buni labziya deb atadik. Va shundaqla bu izofani labziya deb atashdan birga g'ayri mahda deb ataymiz. G'ayri mahda deganimiz nima degan bo'ldi desa, yana buning bu izofatning o'rtasida üzülüş niyati elib berildi. Yani üzülüş muzab bilan muzablarning o'rtasini üzüb etish maqsad qilinadi. Qanday desa, masalan rubbi rajin iyana deganga o'xshash. Azimul amal degan gap umid. Azimun al amalu murawwa'un al qalbu qalilun al hiyalu degili bo'lgan o'xshash. Şu gayri mahza deymiz. Wa tilka mahdatun ma'naviyya. Ve avu qasi izafati ma'navi deganimiz o izafati mahdudur ve izafati ma'navidir. Yuqorqi izafat, qasi izafat muzafillay arqliq muzaf xaslashadigan muzafillay arqliq yoki muzaf ma'rifiga ishadigan izofatning ismini izofati mahda deb atsak bo'ldi yoki izofati ma'naviy deb atsak bo'ldi. Izofati mahda deb atishimiz chunki bu muzafni muzafillaydan ajratılishdan xoli bo'lganlikdan izofati mahza deb atgan bo'lsak, ma'naviy deganimiz buningdan maqsad izofatin ma'naviy ma'na maqsad qilinganki, yine muzafni ma'na jihatda xoslashtirish ya ma'na jihatda muzafni bir egilash, o'ziga tava qilishdan iborat bir ma'na tarifi iroda qilingan bo'lg'achqa izofati ma'naviy deb atalgan. Endi bizning yine shundaq savollar bizga keladiki, o izofati labzi degan muzab yaf'alu o'xshasin sifat bo'lgan holatlarda yaf'alu degan fa'ala yaf'aluning fil muzari shakli o'g'achqa fil muzari degan yoki hozirgi zaman yoki kelgusi zaman bo'ldi. Navada bu izofatki muzab yine ism mushtaqning zamoni o'tgan zaman bo'lib qolgan bo'lsa, bu izofati labzi hisoblanmaydi. Masalan, katibu dersi emsi mahbubun debdi. Katibu dersi emsi mahbub. Tününkü dersini yazgıcı suyumluk desek, mişari katibu dersi mahbubun da katibu dersi emsi degenlikin emsi degen zarifnin kegerliki katib degen mişari isim müştakın zamanının ötken zaman kelliği dalalat kılıdı. Onda olsa bu çağdaki bu izafeti ma'navi hesaplıdı, izafeti labzivi hesaplanmaydı. Ama müştaktık o vesben degen şart toşti süpet bulap keldi o çünkü isim fa'il tedirginimizden ama zaman yep'alı okşanmadığını da zaman cihet okşanmadı. Emel de okşusu mu? Nimi de okşanmadı? Zaman da okşanmağalığımız için şunu bunu biz izafeti labzivi digri bulmaydı. Çünkü emdi onda olsa mecra, mecma,
ma'riz, mibrat degan o'sha ismlar desa, bu ism mushtaq bo'lgan bilan uning uchun amal yo'q. Ism zaman, ism makanlar, ism alatlar buni bu muzab bo'lsa, izofati ma'naviy babida hisoblanadi, izofati lafzaviy babida hisoblanmaydi. Mesela mihras desek yer ag'diradigan bir xil Qur'onning ismini ko'rsatib beradi. Mesela mihrasul baqar desek kala sapeli, yine ya kalanın soqa sapal degan ma'noni bildiradi. Shunga bu ismi alat bo'lg'achqa buni izofati ma'naviy hisoblaymiz. Mesela mecma' desek mecma'al anhur, denizlarning to'plashgan daryolarninki mecma'ul anhur, nahrun anhur, daryolarning to'plashgan joyi desek, mana bu mecma' bu ism mushtaq bo'lgan bilan bu yerda sifat emas. Sifat bo'lmaganligi uchun shunga buni izofati ma'naviy qatoridan hisoblasak bo'ladi. Endi bizga shunday savollar keladiki, izafette çokum muzapta izafeni ikkiga bildik. İzafeti lafzaviy ve izafeti ma'naviy deb ikkiga bildik. İzafeti ma'naviyda muzapta 4 türlük narsaning birisi bo'lsa bo'lmaydi. İzafeti ma'naviyda muzapta iliblan bo'lmaslik kerak. Muzap tanwin o'qilmagan bo'lishi kerak. Muzapta tasnining nuni bo'lmagan bo'lishi kerak ve cemi muzakkar salimning nuni bo'lmaslik kerak. Çünkü tasnining nuni, cemining nuni, tanwin ve iliblam muzapta bo'lsa bo'lmaydi. İzafati ma'naviyda. Nimishqa degan bir savol chiqadi. Masalan, muzapta nimishqa tasnining nuni bo'lsa bo'lmaydi, yoki tanwin bo'lsa bo'lmaydi, yoki cemi muzakkar salimning nuni bo'lsa bo'lmaydi deyishimiz. Bu ismning muzab bo'lganligi, masalan, Kitab-ı Muhammed'in desek, haza Kitab-ı Muhammed'in desek, asıl kitabun. Kitabunda tenvin bozup olmaydı. Asıl tenvin taşlayıp, haza Kitab-ı Muhammed'in deyimiz. Tenvin taşıyordunuz. Nimişki taşıyordunuz. Degende, çünkü belki tenvin şu isminin ismittam, alameti ismittam, şu isminin tuluk isim boğallıqının alameti. Onun keynede, onun bir tutuşap kevci isminin yok alamet. Hem de bunu hazır muzab kılış için keynede çok muzab ile olan Muhammed geldi. Anda o tenvin taşrif edilmese, bunun keynede yine bir neskin muhtaçlık halatı şekillenmeydi. Hem de tesinin onu ve ceminin onu muhtaçlığını da haza kitaba Muhammedin hazihi ega haulai muslimu Mısır'ın degen o'xshash desek, nimishqa ceminin nuni ve tasnining nuni tashlanadi desa, chunki bu tasnining nuni ve ceminin nuni alamati ismitdan bo'ladi. Ismning to'liq alamati, to'liq bo'lganligining alamati u ismning keynida bir narsaga behojat ekanligining alamati. Shunga u muzab qilishda cho'qim muzofillarga ehtiyojlik shakllanadi. Buni muzofillarga ehtiyojlik ekanligini ifodalash uchun cho'qim bu yerda tasnining bilan ceminin taşlab o'tish lozim keladi. Bo'pti. Onda bo'lsa, bu shunday qilibdi. Nimishqa izab muzabdan iliblam taşlab o'tish lozim keladi. Masalan, el-kitabu Muhammedin degili bu. El-kitabu Muhammedin degili bo'lmaydi. Kitabu Muhammedin degili bo'ladi. Ammo el-kitabu Muhammedin degili bo'lmaydi. Nimishqa bo'lmaydi degan bir savol chiqadi. Nimishqa? Chunki izofati ma'naviyda muzafillar orqali ma'rifa kirishidi. Anda bo'lsa kitobi Muhammadinda mushu kitobni ma'rifaga erishtiruvchi bo'lgan Muhammad bor. Endi bunga el-kitobi Muhammad desak, el-kitobga iliblanmi ma'rifaga o'zgartiruvchi vosita bo'ladi. Onda bir dona ma'rifa qilinuvchi ismda ikki dona ma'rifaga o'zgartiruvchi jo'g'lashib qoladi. Shunlashqa bu ikki dona ma'rifaga o'zgartiruvchi bir ismni jo'g'lashib qolsa bo'lmaydi deb, shuni iliblanni tashlab o'tamiz. Kitobi Muhammad bo'ladi. İzafati ma'naviy shu shunday bo'ldi. Anda izafati lafzaviydimi? Cho'qim muzabda mushu narsalar bo'lmaslik kerakmi desa, yo'q. İzafati lafzaviyda muzabda tanwin bo'lsa bo'lmaydi. Tasinin uni ve ceminin uni bo'lsa bo'lmaydi, ammo iliblan bo'lsa bo'laveradi. Muzabda iliblan bo'lsa bo'ladi, ammo bir shart muzafin ilay
çoqum ma'rifi ismlarning turidan bo'lish kerak. İzafet lafzıyda muzafta iliplam kirisi bulandı mı muzafta iliplam kirisi buludu. Ama muzafilliği ma'rif isimlarının içinden boğan bir isim buluş gerek. Muzafilliği iliplamlık isim bolsun buldu. Ya muzafilliği iliplamlık isim muzaf boğan isim bolsun buludu. Ya ki muzafilliği ismelen bolsun buludu. Ya ki muzafin ili ismi işaret olsun buludu. İşkın muzafilliği ma'rif isimlardan bolsa o çağda izafet lafzıyla muzafka iliplam kirisi buludu deb qaraymiz. Bu haqda musannif rahimahullah mundaq deydi. وَوَصْلُ الْبِزَلْ مُضَافِ مُغْتَفَرْ إِنْ وُصِلَتْ بِالسَّانِ كَالْجَعْدِ الشَّعْرِ أَوْ بِالَّذِي لَهُ أُضِيفَ الثَّانِي كَزَيْدٌ الزَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي وَكَوْنَهَا فِي الْوَصْفِ كَافٍ إِنْ وَقَعَ مُثَنًّى أَوْ جَمْعًا سَبِيلَهُ اتَّبَعَ. Muşu izafeti lafzavi de muzafka iliplamının tutuşap gelişi meyli değilidu, muhteper meyli de karlıdu eğer iliplam muzafille olan ikincisi tutuşap gelse. El-ca'da şa'ar degen goxşaş. Ya ki o muzafin ileynin muzafiliği iliplamlık isim kesi. Billezi lehul udifes saniye. Ya ki o muzafin ileynin muzafilliğe iliplam tutaşkan bolsa. Yani billezideki maksat muzafilleynin muzafili. Bir neresi ki onun tutuş muzaf kılındı o ikincisi degan gap muzafilley. Yine şu ikinci muzafilleydi iliplam bolsun bu birinci muzafilleydi bulmayı. Mesela Zeydun ezzaribu ra'sul cani desek Zeydun mubtada ezzaribu haberul ezzaribu mudaf ra's muzafilley ra's muzaf el cani muzafilley. Mişede ezzaribu iliplam kirişin ra'si iliplam buluş gerek. Ra'su ezzaribu er-ra'si buluş gerek. Undak bolmaganda ezzaribu ra'sul cani dep Ra'sul degan muzafille iliplam bolmusu mu? Ama ra'sul degan muzafilleynin muzafilli olan el-cani de mi iliplam bolsu mu? Yani yacuz bulaverdu. Birincisi şu in vusilat bis-sani kel-ca'di şa'ar degende mesela gidecek dedik. Mehde el-ca'di degan iliplam kirişin eş-şa'ar iliplam kirisi olur. Eş-şa'ar de iliplam bolmasa el-ca'di iliplam kirisi olmaydı. Ama ca'di şa'ar degan olan bilen el-ca'di şa'arin digil olmaydı. El-ca'di eş-şa'ari digil oldu. Ya ki el-ca'di şa'ari er-racud desek bunda desek buludu. Ve kavnuha fil vesfi kafin in vaka musannen ev cem'en sebilet teba. Hem de yukarı iki beytin boğan murad muzafilley ma'rif isimlerinin türüdün bir türlü bolsun dedi. Mesela ezzaribu Zeydin bolsun buludu. Ezzaribu degan muzaf qiliblam kirdi. Çünkü muzafilli deyiliplam bolsun, muzaf qiliblam kirdi. Çünkü yakın muzafilleyni muzafilli deyiliplam bolsun dedik. Onundan başka ezzaribu Zeydin mi doğru? Çünkü Zeydin mi ma'rif isimlerden ismi alem boğallık için durusuludu. Ya ki ezzaribu hazar desek buldu. Hazar ismi işaret bulavrdu. Çünkü maksat bu iki beytin muzafın ilay çokum ma'riflerinin türüdün buluş gerek. Yine el-murad el-mudafu ilayhi yakunu min nev'in min nev'il ma'arif. Ma'riflerinin türüdün bir tür boğan bolsa bu çağda buludu dedik. Şimdi üçüncü beytçi ve kevna fil vesfi kafin in vaka musannan ev cem'en sebilehu teba' degan çölse kevnuhu onun yani şu iliplamның vesfide süpetli buluşu belki süpetin maksat muzat maksat şu iliplamның süpetli boğallığı yeterlik muzafilliği boğmusun buludu. Eğer o muzaf boğan süpet işkilik isim bolsa ya ki o muzaf boğan süpet işkilik isimnin yuluğa
ergeşken cem'i isim bolsa dedi. Endi biz bu beytning maqsad nima desa, kavnuha fil vasfi kafin in vaqa musannan aw jam'an sabilahu ittaba'tin bo'lgan maqsad kavnuha deki hazimir iliplam qaydı. Şu iliplamning fil vasfida bo'lishi deganimiz şu muzab sifatdan kelganligi uchun şu vasfi dapirdi. İliplamning şu sifatda bo'lganligi kifoya qiladi. Agar şu muzab sifat olan muzab ikkilik isim bo'lsa, masalan o çağda muzapillaydi nima kamisin buludu, iliplam kamisin buludu. Yaki o ikkilik isim yaki o muzab cemi muzakker salim bo'lsin bulardı dedik. Mesela ev cem'an sabilehu taba' degan gap yaki o muzab cemi olsa geçti o cem'i o ikkilik isimning yo'liga geçti. Cem'i ikkilik isimning yo'liga geçti degan nima degan gap bu desa, cemi adeti çoğun cihetten ikkiga bo'linadi. Cemu tashih ve cemu taksir deb ikkiga bo'linadi. Cemu tashih ikkiga bo'linadi. Cemi muzakker salim ve cemi muannas salim deb. Ama cemi taksir ikkiga bo'linadi. Cemi qillat ve cemi kasrat deb. Bu yerda o cem'i ikkilikning yo'liga ergashgan cemi'dan maqsad cemi muzakker salim maqsad. İkilikning yo'lida maqsad nima desiniz? Bir isim ikilik qilinmoqchi bo'lsa, o'rining qurilmasi o'zgartirilmaydi. Masalan kitabun kitabani, qalamun qalamani qalamayn deganga o'xshash, bir isim ikilik qilinganda uning birligining qurilmasi va o'zgartirilmay oxiri va ilib bilan nun ya bilan nun qo'shilib tasniy qilinganga o'xshash, o cemi muzakker salimmi cemi qilinganda oxirga nun, mesela muslimunni muslimuna yoki ya bilan nun muslimina deb bunda cemi qilinganni maqsad qilindi. Ya'ni jam'an sabilahu taba'tin shu cemi muzakker salim maqsad deb qaraymiz. Demak, muzab ismul musanna bo'lsa ya cemi muzakker salim bo'lganda muzabga iliflam kirgan bo'lsa muzafillayga iliflamlik muzafillayning iliflamlik isim bo'lishi shart emas, muzafillayning ma'rifi isim qatoridan bo'lishi shart emas degan bo'ldi. Unda da bununda muzafillayda iliflam kirmisin bo'ldi. Kirsin bo'ladi. Mesela az-zariba rajulin deganga o'xshash, az-zaribu rajulin deganga o'xshash bunda kasb bilan uradi. Ve tüvendiki beyt endi de mundaq mazmunni to'xtirimiz. Mushu muzapillayning sebebi bilan muzabning muzakker bo'lishi ve muzabning muannas bo'lishi. Yani muzapillayning sebebidan muzabqa muzakker muomala qilish yoki muannas muomala qilish masalasi. Bu nima degan gapsiz? Asl muzab muzakker bo'lib muzapli muannas bo'lganlikdan muzabqimi muannas muomala qilinadi. Yoki muzab muannas bo'lib muzapli muzakker bo'lganlikdan muannas bo'lgan muzabqimi muzakker muomala qilingan ahvol bor. Masalan, avvalan buni bir misol bilan yursak, qutiat ba'du asabihi dedik. Ba'du asabihi. O adamning barmoqlarining ba'zi kesib o'tildi desak, mana qutiat ba'du asabihi dedik. Ba'du degan muzakker bo'lsa-mu, qutiat degan fil muannas keldi. Filning muannas kelganligi uning fa'ilning muannas ekanligi dalolat qiladi. Unda o'zi ba'du asabi ki ba'du müşahede muzakker olsun muzapilli olan asabi muannas olanlar için ba'du degan muzakker bo'lgan muzaqqa muannas muomala qilinadi. İkincisi mesela yana bu bir misal ko'rsak, inna rahmatallahi qaribun dedik. Inna rahmatallahi qaribun desak, rahmat degan so'z muannas, Allah'ın rahmeti yaqin degan bo'ldi. Endi müşahede inna rahmatallahi qaribun. Çünkü inna'nın ismisi rahmat, bular muzab, Allah'ı muzafillay, qaribun xabar oludu. Anda olsa bunu asli inna'la vasak rahmatullahi qaribun degan bo'ldi. Mubda xabar cinstur ve sandı maslı şitti, ayallıkta maslı şitti.
rahmetullah'daki rahmetu muannes tutsa, karibu muzakker tutsa, ayallıkta maslaşmaptı desek, mişerik rahmetullah'daki rahmetu diyen muannes olsun mu, bu muzakker muamele kılınıdı. Çünkü rahmetuninki muzapilli muzakker dep qarılgan boğaçqa dep qarayımız. Şu an karibun. Ama bu her daim odası şart var bunun da. Şart. Şart nima deganda tuvanda bu oturuq yuludu. Avvalan biz beytni ükrab baqidi. Ve rubbama ksaba sanin evvela ta'nisen in kan li hazben muhala. Bazı çağlarda muzapın ilay muannas boğan muzapillay muzakker boğan muzapni muannaske eriştirip koydu. Saninden boğan maksat muannas muzapillay. Evvelenden boğan maksat muzakker boğan muzap. Anda olsa muannas boğan muzapillay muzakker boğan muzapni muannas kiriştirdi. Şart eğer şu muzap taşlı ötilişke layık bolsa. Yine muzapni taşlı ötip muzapillayni muzapның o'rnini koysak ma'nada özgürüş bolmasa cümle kurulması özgürüp ketmesi buludu. Çünkü iki şart var. Endi mushundaq muzapillayning sebebini muzap muannas kirishib qoladigan muzapillayning sebebini muzap muzakkerlik kirishib qilish uchun ikki shart bor. Birinchisi muzap muzapillayning juz'isi bo'lishi kerak. Yoki muzap muzapillay uchun kul bo'lishi kerak. Yoki muzap muzapillay uchun ma'nada sifat bo'lishi kerak. İkinci şart nima desa, ikkinchi shart muzap taşlanışqa layık bo'lish kerak. Muzapillayni cümle kurulmasini o'zgartmay muzapning o'rnida qo'yig'ili bo'lish kerak. Masalan, buni biz misol bilan bayon qilgan vaqtimizda qutiat ba'zu asabihi degan mush jumla ikki shart tepilam to'g'ri tepiladi. Muzap muzapillayning ba'z juz'isi bo'lsin, ba'zi bo'lsin dedik. Qutiat ba'zu asabihi dedik. Ba'zu muzapillay bo'lgan asabining ba'zi bu bir. İkincisi şart muzapni tashlab olsak, muzapillayni muzapning o'rnida qo'yig'ili bo'lsin dedik. Ba'zuni tashlab olsak asabihu qutiat asabi uning barmoqlari kesildi dedik. Cümleden özgürlük bo'lmadi. Mana shunga o'xshash bo'lsa deymiz. Yoki muzap muzapillar uchun kul bo'lsin dedik. Mesela yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara dedik. Endi mesela yawma tajidu kullu nafs dedik. Endi kullu muzakker, nafsi muzapillay tajidu degan fil muannas kelgan. Anda bo'lsa tajidu kullu nafsniki kullu nimada muannas muomala qilindi. Tajidu degan filning muannas kelganligi fa'ilning muannas kelganiga dalolat qildi. Halbuki kullu degan fa'il muzakker tusa desa, muzapillay bo'lgan nafsi muannas muomala qilinadigan so'z bo'lg'achqa muzapillayning quvvati bilan kullumu muannaslik quvvat kirishtirilgan deb qaraymiz. Şart çoqum muzapillar uchun kul bo'lsin degan eminati kullu so'zi ishlatildi. Ikkinchisi muzapni tashlab o'tib muzapillayni muzapning o'rnida qo'yg'ili bo'lsin degan qo'ysak yawma tajidu nafsun ma amilat min khayrin muhdara degan bo'ladi deymiz. Yoki u muzapillar uchun ma'nada sifat bo'lsa dedik. Masalan Tulul layali esra'at desek, uzun kecha oldirdi desek. Tulul layali esra'at. Tul muzab, el-layali muzapillay mishara. Amma mishara tulul layali esra'atda tulu degan so'z muannas muomala qilindi. Nimishqa? Esra'at degan fil muannas keldi. Uning teriki zimriya cho'qim tulga qaytdi. Tul muzakker tusa desangiz, al-layali degan muzapillayning sababi bilan muzab cho'qim muannasga kirishdi deb qaraymiz. Nimishqa? At-tul tul layalining asl sifati. Asl sifat qarasak al-layali at-tawila degan ma'noda uzun kecha degan ma'no bo'lg'achqa deb qaraymiz. Mana bu muzapilli muannas muzapillar orqali muzakker ismlarga muannas muomala qilinganning misoli. Ama bunun aksi mi bulamdı desa bo'ladi. Ya'ni muzapilli muzakker bo'lganlikdan
muzab mu muzakkar muomala qilingan ish bormi desa bor. Masalan, inna rahmatallahi qaribda rahmatallahi mishada muzakkar muomala qilindi. Muannasning muzab ilayning sababi bilan shunlashqa biz inna rahmatallahi qaribga shu muzabni tashlab o'tib muzab ilayni muzabni o'rniga qo'ysak innalloha qaribun ma'noda o'zgarish chiqmadi. Yine bir inaratul aql maksupun. Aql nuri tusalg'uchudur desak inaratul aql. Misal inara degan muzabni tashlab o'tib al aqlu maksupun desak digili bo'g'achqa, shunlashqa bu mavjud, lekin qalil az uchraydi. Endi navbatda biz to'xtaladigan tema muzab va muzabillay masalasida ketyapmiz. Muzabni odatda qanday so'zlarga muzab qilishga bo'lmaydi. Muzabillay qilish bo'lmaydigan so'zlar bormi desa bor. Yine muzab bilan muzabillay ikkisi ma'nida bir bo'lmasligi kerak. Basirlik ulamolarning ko'z qarashida, ama kufilik ulamolarning ko'z qarashida durust, ama basirlik ulamolarning ko'z qarashida cho'qim muzab muzabillay bilan ma'nada bir bo'lsa bo'lmaydi. Navodi kelib qolsa ta'vil qilinadi. Shuni nima deydi bu vaqtda? Va la yudafu ismun lima bihi tahad ma'nan va awil muhiman iza warad dedi. İsim ma'nada uzulan birdak bo'lgan narsaga muzab qilinmaydi. Yine muzab bilan muzabillay ikkisi ma'ndash bo'lgan narsa izofatlik shakllantirilmaydi. Iza warada kelib qolsa qag'uchini ta'vil qiling, uni boshqacha bir muloyiza qilib bering deydi. Avval muhimman degan. Endi nimishqa o'zaro ma'nida bir bo'lgan narsani izof qilolmaydi desa, chunki izofatdan bo'lgan murod, izofatning ma'naviyning maqsadi bu. Ya ma'rifiga erishtirish, ya xoslashtirish bo'lgan ekan, ash-shay'u la yata'arrab bi nafsi va la yatakhassas deymiz. Bir şeyi uzulan ma'rifiga erishtirilmaydi va uzulan xoslashtirilmaydi deganligimiz uchun shunlashqa bir şey üzge izof şekillanmaydi. Mesela ma'nida so'zda birisi bilan izofatli shakl hosil qilmaydi. Mesela burrun qamhun burrun deganda qamhu burrun buğdayning buğday degan deb bo'lmaydi. İkinci birisi mesela Said Kuruzun degan o'xshasha, shunda Said mi bir adamni ko'rsatdi, Kuruz mi bir adamni ko'rsatdi. İkisi bir adamni bildirdi. Mesela Said ismi alam, Kuruz şu adamning laqabi. İkisi bir adamni ko'rsatdi. Bunda Said Kuruzun deb kasb bo'lmaydi. Umarul Faruqi deb kasb bo'lmaydi. Kipqasi ta'vil qilinadi. Qanday ta'vil qilinadi? Said Kuruzun deb kelsa, mesela Said Kuruzun desa, birincisidan musamma maqsad qilinadi, ikkinchisidan shu ismning o'zi maqsad qilinadi. Shunga Kuruzda Ja'ani Said Kuruzun deganning asli Ja'ani musamma Kuruzun. Kuruz deb atalg'uchi keldi degan bo'ladi. Ja'ani Umarul Faruqda Ja'ani musammal Faruq. Faruq deb atalg'uchi keldi deb ta'vilga o'xshash. Shundaqla ya'ni xuddi bir so'z ma'nodash bo'lgan so'zda izofat shakllanmaganga o'xshash, sifat mavsufga zab qilinmaydi, mavsuf sifatga zab qilinmaydi. Agar kelib qolsa ta'vil qilinadi deb qaraymiz. Masalan, jaa rajulun fadilun fazilatli erkak desak, jaa rajulu fadilun deb rajul degan mavsuf muzaf, fazil degan sifat muzafilga olib kelmaydi. Yoki jaa fazilu rajulun deb mavsuf muzafile sifat muzafile bunda kelmaydi, kelib qolsa ta'vil qilinadi. Masalan, ashuna kelib qolsa desa sifat xuddi mavsuf o'zining sifatiga muzaf bo'lgandek kelsa, cho'qim muzafillay tashlangan deb qaralsa bo'ladi. Masalan, salatul ula masjidul jami degan misollarga o'xshash. Salatul ula desak, xuddi birinchi namoz, ju'g'luqchi masjid degandek bir ma'no chiqadi.
salatu muzaf, el-ula muzaf ilay, mescidu muzaf, el-cami muzaf ilay de kunudu. Emniyet undaq emas. Bu yada mevsup muzaf, sıfat muzaf ilay de kunudu undaq emas. Bunun da çuqum bir muzafın ilay taşlangan. Salatu es-sa'atil ula, mescidu, el-mekan, el-cami degan buludu. Bunun da muzaf ilay taşlangan dep qarlıdu. Endi bazı çağda mevsup sıfat muzaf mevsup muzaf ile dekalet tikildi. Mesela meşhur misal cerdu katifetin degen goşu. Meşhur misal olan cerdu katifetin yırtılık adiyal degen goşaş, cerdu katifetin yırtılık adiyal degen goşaş. Muşuna cerdu degen muzaf katifetin muzaf ile dekildi. Cerdu bu sıfat katifetin mevsup sıfat muzaf mevsup muzaf ile dekelse bu mütevil kılındı. Bunun da çuqum bir mevsup taşlangan deymiz. Bayam muzaf ile taşlangan desek mevsup taşlangan deymiz. Cerdu katifetinde asıl şeyun cerdun min cinsil katifeti. Adiyal cinsinden bu cinsinin yırtılık bir şey degen boldu. Yırtılık adiyal degen mazmun dina. Ahirda mana mushundaq ta'vil qilinsa buludu deb qaraymiz. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Izofatning davomi hibba bu izofat haqida darslarni aytib ko'p bo'lganligi uchun vaqt bak uzrab ketganlik nuqtasidan biz mushada to'xtatdik. Davomini Alloh xolsa keyingi darsda o'qiymiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.